Boy bo'lish siri nimada bilan? Boy bo'lish hech qanaqa siri yo'q. Xudo omadingizni bersa, rizqingizni keng qilsa boy bo'lasiz. U anu men uni qilib tashuvdim, boyib ketdim, buni qilib tashuvdim. Hammasi cho'pchi. Gapiraveradi. Harakat hamma qiladi, lekin hamma boy bo'lmaydi. Alloh bergan odam boy bo'ladi. Rizq shunaqa narsa. Rizqqa ham, omadga ham hammasini muvaffaq, hammasini Alloh beradi. Bu degani o'tiravering o'zi berib qo'yadi emas. Harakat qilish kerak, sababini qilish kerak, kurashish kerak, mehnat qilish kerak. Orqani tellatish kerak, qo'pol qo'yadigan. Harakat qilish kerak. Lekin baribir u garant emas sizga. Siz точно boyib ketasiz degani emas. Har qanaqa boylar ham o'zi bilmagan shunaqa boy bo'lib ketishni. Xudo omad beradi. Prosta hamma tan olmaydi buni. Hamma tan olib, menga Xudo omad berdi, shu rizqimni keng qildi, o'shanga boyib ketdim demaydi. Men uni o'zini gapirib, men uni qildim, men buni qildim, men bunaqa ish qildim, men bunaqa bo'lib ketdim. Sendan ko'p ish qilganlar bor. Ne ular boy bo'lmadi? Ularga Xudo omad berdi. Mard bo'lish kerak, berayotganini tan olish kerak.